Agar siz hozir hayotingizdagi yashab o'tgan qaysidir qiyinchilik tajribalaringiz orqali ularni ko'zlariga qara olmayotgan bo'lsangiz, ularni ko'ra ololmayotgan bo'lsangiz, ulardan ko'zlaringizni olib qochayotgan bo'lsangiz, ayting. Mhm. Mhm. Ularga ayting. Ona, man sizni ko'zlaringizga qara olmayman deng. Ona, sizni ko'zlaringizga qara olmayman. Qarashni istamayman. Menga bu og'riqli deng. Aybdorman. Bu menga qo'rqinchli. Bu menga uyatli. Hislaringizni his eting. Qo'rqmang. Tashqariga, shu hislaringizni tashqariga chiqishiga yo'l qo'yib bering. Qo'ying yig'i kelsin. Yig'i kelsa yig'lang. Dod solgingiz kelsa, dod soling. Nima qilgingiz kelsa qiling. Faqat o'zingizni bostirmang. To'xtatmang. Boshqarmang. Hissiyotlaringizni o'zingizni tanalaringizdan ozod qiling. Har xil holatga tushishingiz mumkin. Yig'i kelishi, dod solishingiz kelishi, ularni ayblab tashlashingiz kelishi yoki aksincha xursand bo'lishingiz. Har xil holat. Chiqaring bu hislarni. Chiqaring. Hislaringizni bostirmang. Yetadi eski ong xotirasida shuncha yillar davomida bostirib yurganingiz. Chiqaring hislaringizni. Ozod qiling bu hislardan. Tanalaringizdan, eski ong xotiralaringizdan ozod qiling. Qiynalayotgan bo'lsangiz, og'riqli bo'layotgan bo'lsa, yoningizda men borligimni ko'ring. Qo'llaringizdan ushlayapman. O'zimni sevgimdan beryapman. Oltin taxtli farishtangiz tanasida ekanligingizni ko'ring. Qanotlaringizni keng yozing. Qanotlaringizni keng yozing. Biz yoningizdamiz. Biz sizga yordam beryapmiz. Qo'rqmang. Ichingizdagi hislaringizni chiqarishda davom eting.